Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar. Hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalaringiz tinchmi? Bizdan baquvvatmisiz? Parrandalar katta bo'lyaptimi? Parvozlar. Hammangiz zo'rmisiz? Evet, sog' salomat bo'lin. Parvozlar kamida parrandalaringiz chempion bo'lsin. Aka ukalar, endi yangilik so'ragan aka ukalarimiz uchun 2 kun bo'ldi naslini yo'q. Mana shu xo'rozimizdan ikkita bo'ladi, ikkita xo'roz. Ana mekonidan ikkitadada qaralardan. Mana shu yo'lga qo'ydik, bittasi yo'q bo'ldi. 2 kundan beri qidiraman. 4 tomonim qo'shnidaman, qo'shni bog'lari. Yo'q. Xullas kalam endi insofini berib, biridan chiqib kelsa, chiqib kelar deb o'tiribman yoki bo'lmasa bir it-pit yeb ketdimi? Shuning uchun naslini o'zi eng bir shu niyatlab qo'yganim edi-da. Yaxshi ko'radigan xo'rozim edi, shu yo'qda, eng yaxshisi yo'qda. Ana shunaqa gaplar. Keyin endi shu kun ertaga xudo xolasa qog'ozga yozib qo'yibman. Aloqaga chiqamiz. Farg'ona Qo'qon, O'sarov Shokirjon. Keyin ikkinchi navbatda Andijon, Abdurahimov Solijon. Keyin uchinchi navbatda Xorazm, Hazarasov Rahimov Hazrat. Mana shu aka ukalarimizni xudo xolasa birin ketillikda aytdim. Ana shu birin ketillikda chiqib ketadi-da. Farg'ona Farg'ona, Andijon, Xorazm. Ana shu bilan iyun oyida zakaz qilib qo'ygan aka ukalarimiz tugaydi. Keyin iyul, avgust oyida zakaz qilgan aka ukalarimizni ham birin chiqarib boshlaymiz-da. Endi buni aytaman, buni ming qismlarning foydasi yo'q. O'zi shu eng yaxshi ko'rgan, eng bir avaylagan narsang bo'lmaydi ekanda. Shu o'liskalari hech qila bo'lmaydi-da. Qanchalik apashlasang, qanchalik nima qilsang, bilmayman, xullas kalam. Hozir itga ozgina osh berdim, palov. Qon hammasi yaxshi. Endi avval ham aytganmiz, eslatib o'tamiz. Mana bu 3tasi Vyetnamdan keltirilgan. 1, 2, 3tasi ham makon. Bu qaralar yirik bo'ladigan zotlar. Bular shu 4,5 kilo, 4 kilo 200 shundan oshmaydi. Lekin o'ta darajada kaltakni tanaga uradi-da, tanach. Xudo xolasa erta bahordan va kuzga tug'ish kerak. Aka ukalarimizga agar talavorlar bo'lsa, halovchilar bo'lsa chiqarib berishimiz mumkin. Endi yana jo'ja so'ragan aka ukalarimiz uchun jo'jalarimiz bor. Endi ochiq bilan chiqarib turibmiz. Iyul oyiga yana yozishimiz mumkin. Hozir iyulli bo'lsa, iyunning o'rtasi, iyunning oxiri, iyulning boshida shu bir oylik jo'ja olishi imkoni bor-da. Keyin agar to'lovini qilinsa yoziladi aka uka. Ana shu yer ham bor. Keyin Telegram guruhimiz bor. Bu yerga o'tsangiz juda ham foydali. Kasalliklar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bola janglarni tomosha qilishingiz mumkin. Xullas kalam, parranda boqsangiz foydasi tegadi. Buni silkasini kommentariyada qo'yaman. Kommentariyaga kirasiz, silkani ustini bitta bosasiz. Mana shu xo'rozdan ham chiroyli-da, shu ichim yonib o'tiribdi 2 kundan beri o'zi eng endi kala bo'lib, buni yirik, suyagi yirik, bundan ham yirik bo'ladigan bo'lib qoladi-da. Nasiba, endi shundan umidimni uzmadim. Hali kutib o'tiribman. Bir qo'mishlar aylanib chiqdim, endi bu yerda
Yatgan mekanda tutmayın da şu tirik degan umid demeyin de. Bu ham o'ta yirik narsa borda aka ukalar mana. O'ta darajada. Bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shular. Sog' salomat bo'lasiz. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsiz.